Avtomat korobka, bu KAMAZimizni boshqarish mexanizmi. Juda ham qulay, xavfsizlik kamarlarini taqib olamiz. KAMAZ avtomashinasida har qanday uzoq yo'lni bemalol qiynalmasdan, charchamasdan bosib o'tish mumkin. Katta magistral yo'llarda mana shu ikkita yon oynalar asosiy ishni o'tab beradi. Zamon talablariga mos tarzda ishlangan, har bitta detal zamonaviy materiallardan tayyorlangan. Qishda issiq, yozda salqin, chunki konditsioner bor bu yerda, klimat kontrol bor. Hammasi o'sha haydovchilarni qulayligi uchun. Endi salondagi qulayliklar haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana shu zona bu dam olish zonasi va hech bir KAMAZda yo'q. Bu KAMAZda esa 2 qavatli dam olish zonasi bor. Pastki qavat, mana bu esa yuqori qavati. Bu hali hammasi emas. Mana bu tepa qismlarida ham buyumlarni yoki bir kiyimlarni joylab, shinamlikni hosil qilish mumkin. Kabinamiz juda ham keng, bemalol harakatlanish mumkin. 2023-yildan boshlab ishlab chiqarilayotgan bu KAMAZ avtomashinasi mijozlarni ishonchini qozonib, savdo bozorida o'z brendini mustahkamlab bormoqda. KAMAZ yuk avtomashinasini orqa o'qlarini baland pastga ko'tarib beruvchi, mana elektron tarzda boshqariladigan qurilma. Bu haydovchi uchun juda ham ishni osonlashtiradi, yengillashtiradi. Yoritish chiroqlariga ham ahamiyat qaratamiz. Svetodiodlar qizil, oq, yorqin ranglar bilan jihozlangan. Shinalar orqa tomonida ikkitadan 4 ta, oldi qismida esa 2 ta g'ildiraklar o'rnatilgan. Bu shinalar Rossiyadan keltirilgan bo'lib, KAMAZning 100 ming kilometr masofada to'xtamasdan bemalol harakatlanishini ta'minlaydi. Bunga kafolat beramiz. Albatta, KAMAZ yoqilg'isiz yurmaydi. Manzilimizga busiz yeta olmaymiz. KAMAZning bak sig'imi 1300 litr bo'lib, 4000 kilometrdan ortiq masofani bemalol bosib o'tasiz. Tentli polipritsepimizning ichki hajmi 92 kub. Bu degani anchagina miqdordagi yukni ortish mumkin. Ayni vaqtda polipritsep narxi chegirmaga tushgan va 456 million so'm. Agarda birdaniga 5 tadan 10 tagacha olsangiz, har biridan 10 million so'mdan va 10 tadan ko'p olsangiz, har biridan yana 20 million so'mdan skidka qilib beriladi va 436 million so'mga tushadi. O'ylab ko'ring, birato'la 10 ta xarid qilsangiz, 200 million so'm hamyoningizga qoladi. Bu logistika kompaniyalari uchun ayni muddao. Polipritsepning mana bu tenti Turkiya mahsuloti, eng sifatli materiallardan tayyorlangan. Havoning yomg'irli, qorli, quyoshli kunlarda ham bu mustahkam bo'lib qoladi. Yuqori hajmdagi mahsulotlarni, bu yuklarni ortadigan bo'lsak, mana bu teshikchalarga yana qo'shimcha moslamalar o'rnatiladi. Bu esa mana shu tentga zarar yetkazmaslik maqsadida. Har tomonlama pishiq va mustahkam o'ylangan. Eshiklar esa alyumin profildan tayyorlangan. Tentli polipritsepni KAMAZga mana joylashtirib oldik. Buning brendi dunyodagi eng sifatli brendlardan SAF brendi ostida. Bu brendni haydovchilarimiz yaxshi bilishadi. Albatta, buni sifati kafolatlangan. KAMAZ narxi 942 million so'm. Mana shu KAMAZdan bugungi kunda 60 tasi sotuvda naqd tayyor turibdi. Agar siz 20 tasini birato'la sotib olmoqchi bo'lsangiz, bitta jak avtomashinasi sizga bonusga beriladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefonlarni quyidagi havolalar orqali olishingiz mumkin.